Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib botga menyu yaratishni ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Va odatdagidek biz chatbot yaratamiz. Unga ism beramiz va yaratishni bosamiz. Shunda odatdagidek asosiy blok paydo bo'ladi. Keling chatbotimizni Telegramga ulaymiz. API ni kiritamiz, saqlashni bosamiz. Mana ulandi. Endi biz uni sinab ko'rishimiz mumkin. Ya'ni uni ishga tushirib, nima chiqishini ko'ramiz. U bizga asosiy blokdagi xabarni ko'rsatadi. Keling, uni biroz so'zlaymiz, lekin avval chatbot qanday ishlashini haqida gaplashamiz. Masalan, bu kasalxona uchun bot, do'kon bot yoki hatto Fort Boyard kabi o'yin uchun bot bo'lishi mumkin. Aytaylik, bu X va O o'yini. Har bir mavzuning o'z bo'limlari bor. Masalan, kasalxonada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabinalar, do'konda turkumlar, questda esa o'z xonalar bor. Masalan, Fort Boyardda professorning boshi, qorong'i xona, muzey, bilimlar mamlakati, mo'jizalar mamlakati va hokazo. Bugun biz bo'limlar va ularga tez o'tish haqida gaplashamiz. Agar siz botfazer botga kirsangiz va slash belgisini bossangiz, bu yerda buyruqlar chiqadi. Bu buyruqlar nafaqat botda funksiyalarni bajaradi, balki sizni bir zumda boshqa joyga o'tkazishi mumkin. Bugun biz buni qanday so'zlashni o'rganamiz. Aytaylik, biz do'kon mavzusini tanladik va do'kon misolida shunday menyu qanday so'zlashni ko'rsatamiz. Bizda asosiy blok bor, keling uni biroz so'zlaymiz. Mijozga qayerda ekanligini va uni nimalar kutayotganini xabar beramiz. Masalan, siz do'kondasiz, turkumni tanlang. Ya'ni turkumlar bilan tugmalar bo'ladi yoki slash belgisini bosish kerak. Hatto yulduzcha bilan belgilash mumkin. Ehtimol u qalin shriftda bo'ladi. Sinab ko'rishimiz mumkin. Mijoz bot bo'ylab harakatlanishi uchun keling bir nechta tugma qo'shamiz. Masalan, keda, krossovka, ryukzaklar, telefonlar, buyurtma va yordam tugmalari. Bu tugmalarga nom berdik, endi ularni so'zlaymiz. Masalan, qisqa nomlar bilan, chunki qisqa nomlar qulayroq. Hozircha bu tugmalar hech qayerga olib bormaydi, ya'ni ularga bossangiz hech narsa bo'lmaydi. Agar tugmani havola sifatida qilsak, u biror havolaga o'tishi mumkin, lekin bizning holatda ular boshqa ssenariyga o'tishi kerak. Agar biz xabarlar zanjirini qo'shsak, boshqa ssenariyga o'ta olmaymiz, chunki asosiy ssenariyga faqat boshlang'ich blok orqali kiriladi. Shuning uchun biz ssenariylar bilan ishlaymiz. Ularda bir ssenariydan boshqasiga o'tish mumkin. Buning uchun tugmadan plus belgisini bosib, ssenariy qo'shish kerak. Avval ssenariy yaratish lozim. Keling ssenariylarni yarataylik. Plus belgisini bosamiz, masalan, keda deb yozamiz. Keyin krossovka ssenariysini qo'shamiz. Bugun ko'p ssenariylar bo'ladi. Shuning uchun papkalar yaratish yaxshiroq. Yangi papka qo'shamiz, turkumlar deb nomlaymiz. Enterni bosamiz, papka yaratildi. Ssenariyni papkaga qo'yish uchun papkani ochamiz, flashokni qo'yamiz va ssenariylar sudrab olib kelamiz. Papkani yashirsak, hamma narsa ixcham bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, papkani qayta nomlash mumkin. Masalan, tovarlar turkumlari deb. Yana ssenariyga qo'shamiz. Ryukzaklarni krossovkaga yaqinlashtiramiz. Telefonlar buyurtma va yordamni ham qo'shamiz. Buyurtma va yordam tovarlar turkumi emas, shuning uchun papkani tovarlar turkumlari deb yozamiz va ularga buyurtma va yordamni joylashtiramiz. Har bir tugma uchun ssenariyga o'tish yo'lini qo'yamiz. Masalan, keda tugmasi uchun ssenariyni tanlaymiz. Ssenariylar paydo bo'lishi uchun sahifani yangilaymiz. Yangilangandan so'ng ssenariylar ko'rinadi. Keda ssenariysiga krossovkalarni qo'shamiz. Har qanday boshqa so'z funksiyasini bugun faol ishlatamiz, lekin bu haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir barcha ssenariylarni so'zlaymiz, lekin to'liq so'zlamaymiz. Faqat har bir ssenariyning asosiy blokini so'zlaymiz. Masalan, keda ssenariysida kedalarni tanlang deb yozamiz. Oddiy va tushunarli. Rasm qo'yish mumkin, matn va rasm yuqori yoki pastga sudrab tartibga keltirish mumkin. Agar bot ishlamasa, ehtimol birinchi blokda matn maydoni bo'sh qolgan bo'lishi mumkin. Uni to'ldirish yoki o'chirib qo'yish kerak. Keda bo'limiga kirganda mijoz boshqa tugmalarni ham ko'rish kerak. Masalan, orqaga qaytish tugmasi. Barcha tugmalarni qo'shsak, bu ko'p vaqt oladi. Har qanday boshqa so'z funksiyasi bu yerda yordam beradi. Faqat orqaga qaytish tugmasini qo'yamiz, u asosiy ssenariyga olib boradi. Boshqa tugmalarda asosiy menyu qo'shamiz, chunki buni Telegramda so'zlaymiz. Barcha ssenariylarni sozladik. Har bir ssenariyning asosiy blokida ma'lumot bor. Buyurtmalar, krossovkalar, telefonlar va hokazo.
Endi muhim so'zlamani qilamiz. Do'kon bo'lgani uchun turkumlarni ingliz tilida yozish kerak, lekin ingliz tilini bilmasak ham muammo yo'q. Taxminan tushunarli bo'lsa yetarli. Masalan, keda yoki help deb yozamiz. Hamma help nima ekanligini bilsa kerak. Bot so'zlamalariga o'tamiz. Bot settingsda inline modni tanlaymiz. Turn onni bosamiz. So'zlamalarga qaytamiz, edit botni bosamiz. Edit commands tugmasini topamiz. Bu yerda buyruqlarni yaratamiz. Masalan, keda deb yozamiz. Probel chiziqcha, probel, so'ngra bu nimani anglatishini yozamiz. Shift enter bilan yangi qatorga o'tamiz. Agar shiftni qo'yib yuborsak, xabar yuboriladi. Barcha nomlarni ro'yxatga kiritamiz. Keda, krossovka, ryukzak, telefon, buyurtma, yordam, asosiy menyu. Endi botni sinab ko'ramiz. Slash belgisini bosamiz, menyu chiqadi. Faqat asosiy menyu ishlaydi, chunki bu Telegramning standart funksiyasi. Agar help ni bossak, bot qayta ishga tushadi, chunki boshqa bo'limlar hali so'zlanmagan. Har qanday boshqa so'z funksiyasini ishlaydigan qilib so'zlaymiz. Asosiy ssenariyning asosiy blokiga qaytamiz. Har qanday boshqa so'zdan switcher blokini qo'shamiz. Help shartini qo'shamiz. Xabar matni help deb ingliz tilida yoziladi. Bu shartni tugmaga aylantiramiz. Bot help so'zini har qanday boshqa so'z sifatida qabul qiladi va yordam ssenariysiga yo'naltiradi. Tarixni tozalaymiz. Slash belgisini bosamiz, ryukzakni tanlaymiz, hamma narsa ishlaydi. Switcher blokini so'zladik, endi tugmalarni mos ssenariylarga aylantiramiz. Switcher blokini so'zladik, endi tugmalarni mos ssenariylarga yo'naltiramiz. Hozir asosiy ssenariydamiz, shuning uchun barcha so'zlamalarni shu yerdan qilamiz. Masalan, telefon tugmasini telefon ssenariysiga olib boradi. Agar telefon ssenariysida bo'lsak, tugmalar yo'q. Yangi tugmalar yaratmaslik uchun asosiy ssenariydagi switcher blokini nusxalaymiz, telefon ssenariysiga joylashtiramiz. Agar asosiy blokni o'zgartirish osonroq bo'lsa, butun ssenariyni nusxalash mumkin. Unga yangi nom beramiz, faqat asosiy blokni o'zgartiramiz. Masalan, boshqa rasm yoki boshqa matnni qo'shamiz. Bu ancha tez va oson. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling, yangi videolarni o'tkazib yubormang. Keyingi videoda sizni qiziqarli va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Xayr, keyingi uchrashuvgacha.